Assalomu alaykum qadrdonlar, salomatmisizlar? Joninglar sog'mi, tinchmisizlar? Ancha vaqtdan beri sizlar bilan ko'rishmagandik qadrdonlar. Parrandalarimizni ko'rsatib o'tamiz. Bugungi sanamiz 16-yanvar sanasini syomka qilyapmiz. Hafta kuniga juma. Parrandalarimizni ko'rishingiz mumkin. Parrandalarimiz ham qichqirib qoldi xirozlarimiz ham qadrdonlar. Yaqinroqda ko'rsataylik. Xirozlarimiz ham katta bo'lib qoldi. Xiroz makina ijragan vaqtlar shunaqa holatda. Xo'p. Xiroz makina cho'la to'ksalar ijragan ham yo'q. 40 to'rtli xirozlarimizdan ham xudo xohlasa o'zimizda chiqibdi. Mana o'zi rasmini qo'yib ketaman. Mana shu joyda yuribdi. Va to'palanchi. Mana xirozlarimiz. Syomkada qo'yib ketamiz, mana o'zimiz o'sha 40 to'rtli o'sha o'g'lim bilan tushgan rasmlari bor, o'sha qo'yib ketamiz. O'zimizda ham bo'pti, xudo xolasa. Yangiliklarimiz, boqib turibmiz. Oldi xirozlar qichqirgan. Bularga suv beramiz hozir. Suv berish. Eslaringda bo'lsa, o'tgan galgi videoyimizda oyog'i astrolog Ruminskiy degan zotimiz bor, mana ichida turishibdi hozir. Oyoqlari og'rib qolganda. Mana mana pastga qo'yib yuborishimiz kerak o'zi. Bir ikkita patera bo'ldi. Ikkita patera bo'lgani. Mana dorining nomini ekranga qo'yib ketamiz, esimga kelmayapti. Mana shu doridan 1 litrga 1 grammdan suvga qo'shib beryapmiz. O'zgarishlar yaxshi. Astrolog Ruminskiy o'sha zotimiz o'sha. Shu Ruminiya shahridan kelgan mana. Bular hozir kunda 2 oylik bo'lib qoldi. 2 oylik bo'lib qoldi. Yaqinroqda ko'rsating. Mana shu astrolog Ruminskiy degan zotimizdan xiroz makina aralash bilan yuribdi. Hozir endi bularni pastga qo'yib yuborishimiz kerak. Chunki şu oyoqlar qop-qora o'sha tojlari. Endi biz mana chekkada oyoqlar og'rigan holatda yuradi. Bular mana hozir zo'r bo'lib ketdi mana. Mana bir pas qo'yib yuborishimiz kerak. Tarafdagi ishni ham olib qo'yamiz-da. Pastga bir qo'yib yuborib, bir aylantiramiz. Ovqatlari bor. Ovqatlarni berishimiz kerak. Non, shunaqa narsalar endi. Ya Allah. Ko'rsaylik pastaga astrologlar. Bu taraf olariz. Voy. Masayga bo'lsin bular. Bu qapas tagida mana setga bo'lgan hisobi oyoqlar og'riydi, boshqa bo'ladi. Pas. Qo'yib yuborsa, pas aylab o'lsa. Bugun videomiz. O'sha aylanishsa mana. Bilan hozir kunda. Hop 10-noyabr sanasi o'chib chiqqan bular hozir. Mana xiroz bo'lsa kerak mana shu. Ovqat yeyish jarayonlarini ko'rsataylik. Biz qonni och o'zi bularni. To'palanchilar. Bular 35 ta atrofda edi. Bular hozir oyoq og'rib qolganda o'tgan galga agar birov avval video qo'ygandik, har hafta qo'yamiz degandik, hozir qo'ya olmayapmiz. Sababi o'zimizda bo'shash ham bo'lmayapti. Hurmatli obunachilar. Bular qop-qora somon bo'lar ekan. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana jo'jalarimizni xudo xolasa tushirib oldik. Ko'rishingiz mumkin. Hozir bular
turpoqlarga belanishadi, boshqa bilaman ko'rishing mumkin. Bular qapas fajrda bo'lgan hisobiga turpoqlarga belanmaganda bular. Shuni hisobiga turpoqlarga belanib, mana maza qilib olsin bir. Bugun juma, xudo xolasa. Maza qilib olsin. Ha, do'rinda alamiz. Xo'p, do'rini qayerga qo'ydim? Joy qo'yma. Bu nomini, do'rini nomini qo'yib ketaman bu. Fadvalda boqqanimiz hisobi kalsiy yetmasdan, mana quyosh bu yerga tushmaydi, qish kunida o'shaning hisobiga baribir oyoqlari og'rib, shal kasallik bo'lgan hisobiga 1 litrga 1 grammdan qo'shib hozir. Oldinlar qaynagan suv bertganda, hozir kunda endi qaynagan suv bermayapmiz. 1 litrga 1 grammdan qo'shamiz. 2 gram ham borish kerak, 2 gram ketdi. 2 gram bo'lsa ham bo'laveradi. Mana shunaqa suv beryapmiz bularga. Mana bu kattalagan. Mana suvdan beramiz. Hozir qonni to'q bilan kattalangan. Yaqinroq qo'ysang. Yo Alloh. Bismillah. Ko'rishing mumkin qadrdonlar. Bu shanqashgan. 1 kilo suv ichadi boshqa boladan. Mana shunchalik qilib qo'yib oldim mana. Kechga ham yo'qyapmiz-da. -5 gradusgacha bo'ldi harorat hozir. Havo bugun kelo yaxshi. Plus havoda hozir. Haroratimiz hozir yaxshi. Shunaqa gaplar. 20 fevralda shu jo'jaga va katta tovuqlarga shu juda ko'plab obunachilarimiz so'rashyapti. Xudo xolasa qilib beramiz. Bu bilan muammo yo'q. Hech qana yo'qyapmiz. Yo'q. Akfa bo'lgan hisobiga mana chekkani ham o'chib qo'yamiz, haligi havo dim bo'ladi, namli o'chib ketadi baribir. Mana akfa tashqari. Mana o'zligini holati. Bular 3 oyliklar o'chdi, 94 kunlik. Oldi xirozlar qichqirdi, mana 2 oylar, xudo xolasa endi haliga. Ves yig'ish jarayonida mana. O'sha 40 tojli xirozimizni yana bir shu jo'jasida. 3 ta 40 tojli chiqqan. Qulplan tojam deymiz biz. Shuna gaplar qadrdonlar. Brodurimizni ham chatyapmiz. Brodurimizni. Shuni ham desak bo'ladi qadrdonlar. Shuna gaplar qadrdonlar. Ko'ryapsizlar. Bardak ahmad bermaysizlar. Svetlar ham qo'ydik tevaga. Vaqt turimiz yomon emas. Bu joydan hozir 7-8 ta o'ldi o'sha oyog'i og'rigandan keyin. Bir patera bo'ldi-da. Patera bo'lib, boshqa bo'lib, endi hozir xudo xolasa sog'lom. Shu Asror Rominskiy bilan bizda 2 xizmat bor hozir. Jefsi bilan Qora Shahzodadan ham qilish niyat bor o'sha. Kelib jo'jasidan ko'paytirib inshaalloh nasib qilsa ko'paytiramiz. Shunday gaplar. Mana jo'jalarimizga suv berishimiz kerak. Bularga 1 litr 2 gram, uzoq 2 gram, yemasa, 1 gram ham yetadi bularga. Ya Alloh. 1 gram taxminan qo'shamiz. Kalsiy o'sha nomini qo'yib ketaman. Oqsak. Aralashadi. Aralashib yaxshi bo'ladi.
Ular nima bilan boqyapsizlar deganlar shu mana hozirgacha mana start. Shu dollar yeyishadi hozir kungacha. Bularga makka yorma, bug'doy, shunaqa narsalarni beryapmiz. Ozgina uni ko'p bermaymiz. Ovqat yeyishadi, ishtahasi zo'r. Chotki. İnşallah bunaqa astrolog Ruminskiy degan zot bilan kerak bo'lsa, xudo xolasa, zakaz olamiz. Bu yerga yetib eslama katta qo'larali, xudo xolasa, mart oylarida inshaalloh nasib qilsa zakaz olamiz. Fevral oyining 20lariga xudo xolasa mingta atrofida bu joyga jo'ja tashlaymiz. Bularni esering bo'lsa yozda Qashqada joyimiz borda, ana shu joyga o'sha oldingi parrandalarimizda o'sha mana jo'jalar, mana jo'jalar o'sha bolalari. Mana shuni ota-onalar boqqan joylarimizga tashlaymiz bularni. Astrologga ham o'sha bir joy qilib bunlarga tashqariga chiqib ketdi. Bu joyga faqat o'sha bir kunlik jo'jani boqib o'sha mingta atrofida sig'ada yerga qo'yib boqqan mana. Mana bu narsalarimizni hammasini olib chiqib tashlaymiz tashqariga. Chiqib joyimiz o'sha 4 metrga 6 metrlik joy boqyapmiz hozir kunda. Shuna gaplar hozir 100 ta atrofida, 100 tadan oshiqroq astrologlar bilan o'sha 100 ta atrofiga boradi. Qashqadagi joyimiz o'sha basalab qo'ygancha turibdi. Xudo xolasa o'zi ko'rsataman. Tashqaridan o'sha syomka qilamiz. Mana bu tashqadagi joyimiz qadrdonlar hozir kunda yig'ishtirib qo'yganmiz. Mana bitta o'qtovog'imiz ham yuribdilar mana. Bu turib turish uchun biz xonadonimiz aylanib yuribdi. Kim bilsa, biyagimiz bilan ham shug'ullanaman. Kaliforniyskiy chuvalchang bilan ham shug'ullanamiz qadrdonlar. Akatangimiz Valerimiz o'sha basallab oldi qismini yopib qo'yganmiz. Ichki qismlarida xolasa endi apilkalarni yangilab mana joylarni utyublitmi qilamizmi, boshqami bir issiq chiqib ketadi-da. O'shaning hisobiga bu joylarni xudo xolasa endi yangilaymiz. Xo'p. Mana bu joyi maslahat endi kommentariyada qoldirasizlar. Mana shu joydan 3 metrga endi nima? 6 metrga 6 metr joyimiz. Mana shu o'rtasidan bo'lsam-da, mana shu o'rtasidan bo'lib 3 metrga 6 metrlik qilib turib, bu tarafda astrolog boqsam, Ruminskiy degan zot, bu tarafda Andijon qora. Bu tarafda o'sha zagonga chiqib ketgan eshigi bor. Keyingi tarafda ham o'sha zagonga chiqib ketish eshigi bor. Mana shu joydan kirib chiqqan o'zimizga. O'zgartirish kiritamiz qo'noqlarga ham. Hozir kunda shunaqa holatda. Kim bilsa oldilari Andijon qorani shu yerda boqqandik. Shuna gaplar qadrdonlar. Bu tarafda o'sha zagon. Mana shu tarafga shu Yevrozabor to'samizda. Yana bu yoqqa davom ettiraveramiz. Kim yana Kaliforniyskiy chuvalchang kerak bo'lsa, Kaliforniyskiy chuvalchang ham bor. Qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa. Mana qadrdonlar qorin to'q bilan o'tishibdi mana. Hozir holatda shunaqa. O'sha 20 kundan burun yerga tushmagan hisobga bular yerga tushmana yerda to'polga belanib cho'milishyapti. Non parlaq qilganda. Non parlalar yeydi.
Haroratimiz hozir pechkamiz o'chgan mana hozirgi harorat. Mana shu eng baland o'sha 22 gacha chiqdi. Hozir buni pastroqda endi bu nimasi. Buni bundoq qilib tevaga ko'tarilsa, taxminan harorat ko'tariladi. Mana o'yitdi. O'yitdi 2. Mana shunday qilib ko'tarilaveradi harorat. Buni yuqoriga ko'tarsa. Nagravatelimiz mana turibdi. Shunday ko'tarilaveradi mana harorat. Bu yerdagi harorat mana. Shu yerdagi harorat, yerdan bir qarich tevadagi harorat. O'yitdi 18 harorat. Keskaga hozir kunda manaqa o'tlarimiz bor. $100 ga 40 qo'ba kelib qo'ygandik. Shunaqani yo'qyapmiz. Tamam, mana isish yaxshi ekan. Shu apparatimiz bilan hammasini chiqazib, mana shu joyga da xolisa, shu mingta atrofida jo'ja shu yerga qo'yib yuborishimiz kerak. Yerga aplikatsiya olamizda issiq sharoitlarni qilib mingta atrofida. Mana birodarimiz turaveradi-da. Bu joydagi hamma keramasi o'sha nima kerak bo'lmasa hammasini chiqib tashlaganmiz tashqariga. Faqat pechka bilan birodar qoladi. Mana shu joygacha ishini qatnash bu tarafdan qilib qo'yamiz. Hozir kunda yo'q qo'ygan bu tarafga. Shunday gaplar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Fikrlar bo'lsa, izohlarda bir yozib qo'yasizlar. Qo'llab-quvvatlab video yoqqanmiz, like bosib qo'yasizlar qadrdonlar. Hammaga rahmat.